Emir Hatice Kokche. 2008-yil. Lekin to'p bilan ancha jozibali mashqlarni ijro etdi. Oh, qarayman. Sochini turmagidan boshladi. Emir Gokche ham oxirgi musobaqalari va natijalari Ozarbayjonda bo'lib o'tgan Jahon Kubogida qatnashgan va natijalari o'rtacha. Chunki ko'p kurashda 104 ball bilan natija bilan 12-chi o'rinni qo'lga kiritgan va Halqa bilan mashq finalda 6-chi o'rinni egallagan. Hozir 3 ta vertikal shpagatni ijro etdi, lekin o'sha 3 tadan 2 tasini vertikal shpagati tepa mana oyoq mana endi yana ikkinchi tur o'xshadi. Undan oldingilarda o'sha vertikal holatga yetkaza olgani yo'q. Tezlikmadi, vaqt yetmadi. Bo'ladi. Albatta. Endi bu biz ko'rganmiz, biz ko'rmaganimiz qanchadir.